Salom do'stlar, bugun sizlar bilan men Ozodbek. Ko'rganlaringdek mana shunday futbolchilar keldi. Bularni olish kerak. Speed qaranglar, Donnarumma 86, Mendes 85, Gabriel 85, Hakimi 86, Dembele 87, 6 ta ish chiqarsalaring bo'ladi. Pedri 86, Vitinha 85, Salah 86, Mbappe 87. Bunda ham 6 ta ish chiqarsa bo'ladi. Harry Kane'da ham 6 ta ish chiqarsa bo'ladi. Yamalda ham 6 ta ish chiqarsa bo'ladi. Ana endi uni qanday olamiz deganlaringda agentga kirasizlar va mana shundan ochasizlar. Mana shundan ko'proq ochib, shunday futbolchilarni olishga harakat qilish kerak. Bunday futbolchilarni ham olaveringlar. Shu agentdan ochish kerak. Mana men bekor sabit solga yutib sariq agent ochganimda Mike Maignan tushib qoldi. Bekor ochgan ekanman. Xayr,